Kollejda ishlayotgan paytimda bir g'alati voqea yuz bergan edi. Bilasiz, 21-asr kompyuter asri. Kompyuterga juda ham qiziqar edim. Kollejni kompyuterlarning eski nusxasi bo'lsa ham bor edi. Shunda bir narsalar yozib ko'rar edim. Bir narsalar chiqarishga harakat qilardim. Lekin shu kompyuterga mas'ul bo'lgan shaxslar nimagadir kompyuterni mendan qizg'anishardi. Bir narsa olib kelib shuni yozib bering desam, har xil vaj-karsollar ko'rsatishar edi. Bir narsani chiqarib bering desam, kopirovat qilib bering desam, bunisiga ham rozi bo'lishmasdi. Xullas kalom, nimagadir shu masalada hayron bo'lardim. Menga yo'q deyishni yaxshi ko'rishar edi. Boshqalar, mendan kichik bo'lganlar, bir kerak bo'lsa qo'polroq qilib aytganda 10 yo'q odamlarni ham narsalarini tayyorlab berishardi. Menga kelganda esa o'zlarini orqaga tortishar edi. Oradan yillar o'tdi. Shaxsiy kompyuterimga ega bo'ldim. Mana noutbuklarim 5 ta noutbukim bor. Qizlarimga, nevaralarimga sovg'a qilganman. Bu ajabdirki, o'sha mendan kompyuterni qizg'anganlar, yana kollejni, shaxsiy kompyuter emas, kollejning kompyuterini qizg'anganlarning o'z shaxsiy kompyuterlari yo'q.